Naruto aslida Garani shunchaki mag'lub etmagan, unga boshqa yo'l borligini ko'rsatgan. Naruto va Gara ikkalasi ham bir xil azob bilan ulg'aygan. Yolg'izlik, rad etilishi va hammaning ulardan qo'rqishi. Ular ikkalasi ham Jinchuriki bo'lgani uchun odamlar ularni yirtqichdek ko'rishgan. Ammo ular turli yo'llarni tanlashdi. Gara o'z azobini nafratga aylantirdi va faqat o'zi uchun yashashga qaror qildi. Naruto esa o'sha og'riqdan boshqalarni tushunish va himoya qilish uchun foydalandi. Shuning uchun ularning jangi oddiy mushtlashuv emas edi. Bu ikki dunyoqarashning to'qnashuvi edi. Nafrat va hamdardlik, yolg'izlik va bog'liqlik. Naruto va Garani yaxshiroq his qilganimning sababi animeni o'zbek tilida Aniblada ko'rganim bo'ldi. Naruto men ham xuddi sen kabiman deganida, u Garani faqat kuch bilan emas, o'z misoli bilan ham yengdi. Naruto Garaga azob bilan yashashning boshqa yo'li ham borligini ko'rsatdi. Garaning haqiqiy mag'lubiyati uning tanasi emas, balki faqat nafrat uchun yashash kerak degan ishonchi edi. Aynan shu uchrashuv uning hayotini o'zgartirdi. Keyinchalik